Kimi telefonda Churiboy rasmini? To'xtanglar, qizlar yaxshimisizlar, tuzmisizlar? Sizlar artistmisizlar? Aktrisalarimiz. Nima farqi bor? Artist bitta-ku. Sizlar opa-singilmisizlar, o'xshashgansizlar. Jo'rayevamidi familiyangiz? Ha, Opa-singilmisizlar oxirdan? Ha, opa-singilmiz. Mayli-da. Menga qarang, siz nimaga yomon qizlar rolini o'ynaysiz har doim? Endi aktrisamiz-ku. Rostdan shunaqamisiz? Bilmadim. Siz kimligingizni bilmaysizmi ya? Yo'q, bilmayman, qarang. Mayli, lekin siz zo'r o'ynaysizda, endi o'sha qad o'ylaydi odam. Mayli, qo'yavering. Qaranglar, sizlar 3-yili ham bormi deyotgancha? Yo'q. O'zi sizlarga o'xshamas edi, to'g'risi bor. Menga qaranglar, menga tabrik qilib bersaydi bo'lardi. Undan oldin rasmga tushaylik, maylimi? Oling Mayli. Siznikida tushaylik. Obro'da, siz rasmga olsangiz bo'ladimi? Shuncha telefoningiz bor ekan, siz Endi mamasi paytmi yo'q, mamasini zaratkasi anaqa. Endi mamasi yaxshi olmaydi-da. Ha, bo'pti, keling. Sizlar olsanglar boshqacha-da. Qarang, effektni menga tushsin, xo'p? Mana menga tushyapti, menga. Ana bo'ldi. Qarang, mani atmetga qila olasiz. Xo'p. Qo'yarsiz. Endi o'zimga qo'ysa boshqacha-da, o'rtoqlarim ko'radi. To'xtanglar, aytgancha, anaqa sizlar tabrik yozib beringlar. Menga bugun qo'shnimni o'g'lini bog'chasida bog'cha pastirgan ekanda, zo'r bo'lardi. O'g'lim yaxshi qaraydi-da. Bo'ladimi? Yozib berasizlar? Oxirigacha tabriklar, bizni xo'r bo'lsanglar, mashina chiqadi. Bo'ladimi? Mana atmetga qiling, pastga yozib yuboraman. Xo'p. Menga podpiska tashlaylar, xo'p? Mayli, charchamaylar. Nima bo'ldi hozir? Doimgi savollar. Biz bunaqa savollarga har kuni duch kelamiz. Majburmiz. Qarang,